Bismillahirrahmanirrahim. Durusul Lugatil Arabiyya li gayrin natiqina biha. Bu kitapning 3-chi qismi. Aldingi darsning davomi. Biz aldingi darsda mu'arab ism degan nima, mabni ism degan nima va ismlardan qaysilari mabni bo'ladi va i'robning, ya'ni o'zgarishning asli alomatlari va qo'shimcha alomatlari qatorliq mazmunlarni so'zladik. Mu'arab ism deganimiz jumla yoki qurilmaning ichida kelgan bir ism omillarning, ya'ni muayyan sabablarning tufaylidan oxirida o'zgarish hosil qiladigan ismni mu'arab ism dedik. Omillarning, ya'ni muayyan sabablarning tufaylidan ismning oxirida o'zgarish hosil bo'lmasa, bir xil alansa buni mabni ism dedik. Va yana mabni ismlarning bir necha turliklarini sinab o'tdik. Uningdan boshqa ismlar mu'arab bo'ladi dedik. Va mu'arab ismlarning oxiridagi o'zgarish belgilarining asli belgisi rafini pish bilan, nasbni zabar bilan va jarlikni zir bilan ifodalaydiganligini dedik. Va yana i'robning, ya'ni o'zgarishning qo'shimcha belgilari haqida so'zlab, jam'u muannas salim, ya'ni sog'lom ayollik ko'plik, g'ayri munsarif ism va al-asmaul xamsa 5 ismninki i'robini so'zladik. Ya'ni bulardagi i'robning, ya'ni o'zgarishning alomatlari qo'shimcha bo'ladi dedik. Va 5 ismninki alomatlari raf'ini vav bilan, nasbni alif bilan va jar bo'lgan chaqda ya bilan o'zgaraydi dedik. Buning davomi tu'rabul asmaul xamsatu bi hazihi al-alamati iza kanat mudafatan ila ghayri ya'il mutakallim. Bu 5 ism bu belgilar bilan o'zgaraydi. Qachonda desa, birinchi shaxsning yosidan boshqa 13 dona domirga, ravishlarga mudaf bo'lib kelgan vaqtida. Undaq bo'lmaganda, ya'ni mudaf bo'lib kelmagan holatda, yolg'iz kelgan holatda asli alomatlari bilan, asli belgilar bilan o'zgarish hosil bo'ladi. Masalan, li axun desak, axun mubtada degan marfu' va rafilihning alomati oshkora pish. Sa'altu axan desak, axan maf'ulun bihi mansub, nasb bo'lganligining belgisi oxirdagi oshkora zabar. Anta ka axin desak, kaf harf jar, axin ism majrur va jarlikning alomati oxirga kelgan oshkora zir. 4-chi jam'ul muzakkar salim, sog'lom erlik ko'plik. Kullul alamati fihi far'iyyatun. Uningdagi barliq o'zgarishlar qo'shimcha bo'ladi. Ya'ni pesh, zabar, zir bilan emas, yuqoridagi deb o'tganga o'xshash qo'shimcha alomatlar bo'ladi. Masalan, ular alamatul raf'i al-waw, raf'ilikning belgisi waw. Masalan, dakhala al-mudarrisuna desak, dakhala fa'il, al-mudarrisuna fa'il, fa'il degan marfu' bo'ldi va raf'ilikning belgisi waw. Alamatu nasbi al-ya, masalan, sa'altu al-mudarrisina, sa'ala fa'iltu fa'il, al-mudarrisina maf'ulun bihi mansub va alamatu nasbihi, ya'ni nasblikning alomati ya. Alamatul jarri al-ya, jarlikning alomati ya. Masalan, hazihi ghurfatul mudarrisina desak, hazihi mubtada, ghurfatul mudarrisina xabar, ghurfatu mudaf, al-mudarrisina mudafun ilay degan majrur va jarlikning alomati oxir kelgan ya. Al-mudarrisunadagi nun bo'lsa, jamilning nuni, ya'ni ko'plikning nuni bo'ladi. 5-si al-musanna, ikkilik ism. Kullul alamati fihi far'iyyatun. Uningdagi barliq o'zgarish belgilari, o'zgarish alomatlari qo'shimcha bo'ladi. Va ular alamatul raf'i al-alifu, raf'ilikning alomati alif. Masalan, g'aba talibani desak, talibani fa'il va fa'il degan marfu', raf'ilikning alomati alif. Nun bo'lsa, ikkilikning nuni. Alamatu nasbi al-ya, nasblikning belgisi ya. Masalan, talabal mudiru talibayni, mudir 2 o'quvchini talab qildi. Talibayni maf'ulun bihi mansub va nasblikning alomati oxir kelgan ya. Alamatul jarri al-ya, jarlikning alomati ya.
Məsələn, hədihil ğurfətu li talibeyni. Bu yataq ikki o'quvchining. Lam harf jar, talibeyni ism majrur. Ism majrur jarlikning belgisi ya. Yana bir mazmun al-i'rabu taqdiriyu. Biz ko'nglimizda taqdir qilgan yoki farz qilgan o'zgarish belgisi. La tazharu alamatul i'rabi fi salasati anwa'in min al-asma'. O'zgarishning belgilari ismlardan 3 turlik ismda oshkor bo'lmaydi. Ya'ni biz yuqori so'zlab o'tgandek pesh, zabar, zir yoki vav, alif, ya degandek belgilar bilan o'zgarish hosil qilmaydi. Birinchisi al-maqsur, ya'ni ism maqsur degan nima? Ism maqsur deganimiz uning oxiri lozim bir alif bo'lgan bir mu'arab ism. Masalan, al-mustashfa, al-fata, al-asa degandek oxirida shu ismda ba bo'lgan bir alif bor. Tuqaddaru fihi al-alamatu salas. Buningda 3 alomatning hammasi mo'ljallanadi, ya'ni taqdir qilindi yoki faraz qilindi. Masalan, qatala al-fata al-af'a bil-asa. Yigit yilonni tayoq bilan o'ldirdi degan jumlada taqulu fi i'rabi hadhihi al-kalimati. Bu kalimalarning i'rab haqida mundaq deysiz. Al-fata degan fa'ilun marfu'un va alamatu raf'ihi dammatun muqaddaratun. Rafilikning alomati taqdir qilingan pesh. Al-af'a maf'ulun bihi mansub. Alamatu nasbihi uning nasb bo'lganligining, ya'ni mansub bo'lganligining belgisi fathatun muqaddaratun faraz qilingan zabar. Al-asa degan majrurun bil ba harfi kirganligi sababidan majrur, ism majrur. Va alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Uning jar ekanligining belgisi taqdir qilingan zir. İkincisi isim manqus. Wal ismul mu'arabul lazi axiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Bu bir mu'arab ism deydi. Uning oxirida bir ya bo'lgan. Ya'ning oldidagi harfi zir bo'lgan. Masalan, al-qadi, al-muhami, al-thani, al-madi, al-wadi, al-ma'ani degandek oxiri ya'ning oldidagi harf zir. Tuqaddaru fihi ad-dammatu wal-kasratu wa tazharu fihi al-fathatu. Buningda ism manqusda pish bilan zir taqdir qilindi. Va tazharu fihi al-fathatu. Zabar oshkor bo'ladi. Zabar keladigan o'rinlarda mansub bo'lgan o'rinlarda yoki zabar kelish kerak bo'lgan o'rinlarda zabar oshkor bo'ladi. Sa'ala al-qadi al-muhamiya anil jani. Qazi advokatdan jinoyatchi to'g'riliq so'rdi degan buning ma'nosi. Taqulu fi i'rabi hadhihi al-kalimati. Bu kalimalarning i'robi haqida mundaq deysiz. Al-qadi fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi dammatun muqaddaratun. Rafilikning belgisi taqdir qilingan yushrun pesh. Al-muhamiya zabar ochiq oshkor keldi. Maf'ulun bihi mansub. Alamatu nasbihi fathatun zohiratun. Uningki nasb mansub bo'lganligining belgisi ochiq oshkora zabar. Al-jani majrurun bi an harfi kirganlik sababidan ism majrur. Uning majrurligining alomati yushrun zir. Buningda faqat zabar oshkor bo'ldi. Shulan zir taqdir qilamiz. Lekin bu ma'ruf ism. Wa qad yakunu al-manqusu mahzuf al-ya. Ba'zi chaqda ism manqusning yosi tashlandi. Masalan, zahaba qadin ila muhamin. Qadi advokatning qichqiga ketdi. Taqulu fi i'rabi hatayn al-kalimatayn. Bu ikki jumlaning i'robi haqida mundaq deysiz. Qadin fa'il marfu' alamatu raf'ihi dammatun muqaddaratun ala al-ya'i al-mahzufa. Uning rafilikning belgisi tashlab etilgan yaning ustiga taqdir qilingan pesh. Muhamin majrurun bi ila alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala al-ya'i al-mahzufa. Tashlab etilgan yaning ustiga taqdir qilingan zir. Üçüncü xil shakli al-mudaf ila ya'il mutakallim. Birinchi shaxsning yasiga mudaf bo'lib kelgan ism. Masalan, zamili
Tuqaddaru fihi al-alamatu salasu. Buningda ham 3 alamat, 3 belgining hammasi mo'ljallanadi. Da'a jaddi ustozi ma'a zumalai. Bobam ustozimni savodishlarim bilan birga chaqirdi. Taqulu fi i'rabi hazihi al-kalimati. Bu kalimalarning i'rab haqida mundaq deysiz. Jaddi degani fa'ilun marfu' alamatu raf'ihi dammatun muqaddaratun. Uning raf'iligining alamati taqdir qilingan pish bo'lib wal ya'u mudafun ilay. Ustozi maf'ulun bihi mansub alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun wal ya'u mudafun ilay. Zumalai mudafun ilay majrur alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun wal ya' mudafun ilay. Uning hammasi alamati ham bilga taqdir qilindi buningda. Nima bu jadval? Biz so'zlab o'tgan mazmunlarga alomatul i'rob al-asliyati wal far'iyati fil ism. Uni o'zingizlar tafsiliy ko'rgansizlar. Bu yerdagi jadval asli va qo'shimcha i'rob belgilari, bu endi taqdiriy o'zgarish belgilari. Buni mu jadvaldan ko'rsangiz bo'ladi. Qoidasini xulosalab qo'yibdi. Bu mana 13-bet yuqori o'tgan darslarningki ko'nikma mashqlari ekan. Birinchisi ayinil mu'arab val mabniya fima ya'ti. Tuvanliklarda mu'arab mabnini ayirib bering. Ikkinchisi ismdagi asli o'zgarish belgilarining alomatlari qaysi? Uchinchisi tuvandagi ismlarda qo'shimcha o'zgarish belgilari qaysilar? To'rtinchisi mamnu' min as-sarfdagi jarning alomati nima? Beshinchisi jamu muannas salimdagi nasbning alomati nima? Oltinchisi ism maqsurga misol keltiring. Va ism maqsurni 3 jumlada keltiring. Birinchi jumlada marfu holati bo'lsin, ikkinchi jumlada mansub holati bo'lsin, uchinchi jumlada majrur holati bo'lsin debdi. Yettinchisi yas tashlanmagan ism maqsurga bir misol keltiring va uni 3 jumlada kirgizing. Birinchisida marfu bo'lsin, ikkinchisida mansub bo'lsin va uchinchisida majrur bo'lsin debdi. 8-inchisi yas tashlangan ism maqsurga bir misol keltiring va uni 3 jumlada keltiring. Onun birincisi marfu, ikkinchisi mansub, uchinchisida majrur bo'lsin debdi. Endi ma'mashqda ati misalan il mudaf ila ya il mutakallim. Ya il mutakallimga mudaf bo'lgan bir misol keltiring va uni 3 jumlaga kirgizing. Birinchi jumlada marfu bo'lsin, ikkinchi jumlada mansub bo'lsin va uchinchi jumlada majrur bo'lsin debdi. Bunun keyingi mashqda ostiga siziq sizilgan so'zga i'rob qo'ysiz debdi. Yuhibbullohul muttaqin, xalaqallohus samawati val arda, iftah faka, ayna sayyaratu abika, hafiztu suratayn, a'rifu qadiya Makka, kharajal jarha min al-mustashfa, akhadha sadiqi kitabi min haqibati, ishtaraytu hadha bi 15 riyalan, ana muhamin. Bu siziq sizib qo'ygan so'zlarning i'robini jumladagi o'rni nima? Mesela marfu' bo'lsa, ma bu? Mesela fa'il marfu' alamatu raf'ihi dammatun zahiratun damtimiz ya vav damtimiz shundoq. Shuning bilan bugungi dars vaqt munosabati bilan shunchalik bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.